Hop. Mana uni ko'rib hayron bo'lmaysizlar. Bu budyom pomidordan chiqqan 100% tabiiy so'klar. Uni yozda qilib qo'yganimiz uchun hozir suv cho'kib shunaqa holatda bo'lib qolgan. Lekin bunga 1 gramm suv qo'shmaganmiz tashqaridan. O'zini qaynatib, buni oldin birinchi so'kmani pomidorni o'zini yaxshilab blenderdan chiqarib, keyin qaynatib, o'sha qo'shiladigan narsalarni qo'shib, xushbo'y holatda, damashniy holatda toza ozoda qilib tayyorlaganmiz. Mana aralashgan holatini ko'rishlaringiz mumkin. Qo'yoqligini. Qo'yoq budyom pomidorda. Budyom pomidor bilasizlar, o'zi juda ham shirin pomidor bo'ladi. Buni ichgan odam biladi qanaqa mazasini. Biz o'zimiz shundan ichyapmiz. Endi mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Mana bundan tashqari 1,5 litrlik 1 litrlik qalampirlar ham bor. Xo'p, buni narxi, mana so'kimiz narxi 40 ming so'm. Idishi bilan 40 ming so'm olaverasizlar. Katta miqdorda bor. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib olasizlar. Mana bunisi 15 ming, bunisi 10 ming so'm. Tuzlangan qalampirlar.